Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga bir kunlik vlogimni ko'rsatishga qaror qildim. Ya'ni bu bir kun emas, yarim kunlik. Bolani bog'chaga yuborib, sekin uylarni yig'ishtirishga o'tdim. Birinchi o'zimizning xonadan boshladim. Ko'pchilik so'raydi, dietologmisiz, nimaga o'zingiz ko'rsatmaysiz, nimaga ko'chalarga chiqib videolar qilmaysiz deydi qizlar. Hammani sharoiti har xil. Meni sharoitim mana shunaqa. Turmush o'rtog'imga itoat qilib, ularni xizmatlarini qilib, ham onlayn tarzda ayollarga, o'zimga o'xshab uydan chiqa olmaydigan ayollarga onlayn tarzda yordam berib kelyapman. Sizlar aytishingiz mumkin, qanaqasiga o'qimasdan turib ham institutda deysizlar qizlar yo'q, men akademiyalarda o'qiganman onlayn tarzda, chunki meni vaziyatim shunaqa. Qaysi ayol uyda o'tirib, erining xizmatlarida itoat qilib o'tirgan bo'lsa, meni juda ham yaxshi tushunadi, chunki men turmush o'rtog'im juda ham qizg'anchoqlar. O'shaning uchun men ulardan beruxsat bir yuzimni ko'rsatib, videolar qilib, har xil o'zimni ko'z-ko'z qila olmayman. Tajribam juda ham katta, yetarli qizlarda. Men 5 kunda 10 kilogacha ozdirganman. Tajribasi qanaqa deydigan o'sha ishtirokchilarim bo'ladi. Faqatgina o'zimni ko'rsata olmayman. Hozirgi kunda uydan chiqmasdan turib ham ayollarni ideal tarzda ozdirib beryapman. Agar meni marafonim sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Instagram sahifamga obuna bo'lsangiz bo'ladi. Men sizga kichik-kichik o'zim hayotimdan lavhalar qo'yib boraman. Hammaga xayr qizlar.